Endi tashqarini ko'rsataman sizlarga. Mana bu tashqi fasadimiz. Operator olib kelishlari mumkin. Travertin toshlarimiz bo'lgan. Travertin toshlar bo'lgan, akvaromlar qo'yilgan. Bizga hozir fasadimiz tugadi inshaalloh. Faqat zina, sokel mana shunaqa narsalar hozir bo'lishi kerak. Va bizga hozir bunga homiy mablag' yo'q. Sizlardan shu ro'zaning oxirgi oyida video qilyapmiz. Shu mablag' kutib qolamiz inshaalloh. Va shuni bilinglarki, sizlarning har bir bergan sumanglar yeyilmaydi va bu kerakli joyga ishlatiladi. Biz hech bir sumanglarga xiyonat qilmaymiz va shu bugungacha yonimizdan qo'shgan bo'lsak qo'shdik, hech qachon pul yemadik. Shuni bilinglar. Bu birinchi etajimiz. Ko'rishinglar mumkin. Ko'ksaroydan bo'lgan va bundan ustalarimiz himmat qilib bir tiyin pul olishmagan. Alloh rozi bo'lsin. Birinchi etaj mana Ko'ksaroy toshlar bo'lgan, eshik derazalar qo'yilgan, ichkari gilam to'shalgan. Ichkari remontdan chiqqan, faqat bizga hozir mablag' bo'p tugagan. Tahoratxona va masjidning oldi qismi uchun mablag' yo'q. Hozir umuman qolmagan. Qolgan joylar hammasi bitgan. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Naturalniy toshdan sifatli qilib ustalar qurgan. Inshaalloh hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Shuni bu yon taraflari mana bu ham tugagan. Siz ham bizning katta ishimizga kichkina bo'lsa ham hissangizni qo'shsangiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin va bir bersangiz ming bersin Alloh. Barchaga rahmat. Iltimos bu videoni tarqating, like bosing, chunki tarqatgan ham o'sha savobni oladi inshaalloh. Hissa qo'shgan ham o'sha savobni oladi. Barchaga rahmat. Bu videoga befarq bo'lmanglar.